4-7 asrlarda mamlakatimiz xalqlarining turmush tarzi. Vatanimiz boy, qadimiy tarixga ega. Turon, Turkiston, Movrunnahr nomlari bilan shuhrat topgan hudud tarixi va o'z mehnati bilan uni obod etgan xalqlarning o'tmishi g'oyat qiziqarli hamda ibratlidir. Suv tegirmoni, chig'ir va charxpalak kabi suv inshootlari kashf etilishi qishloq xo'jalik ishlarining rivojiga ta'sir ko'rsatdi. Shaharlar hunarmandchilik, savdo-sotiq va madaniy hayotning markaziga aylandi. Vohalarda yirik sug'orish tarmoqlari qazilib, sug'orma dehqonchilik maydonlari kengaygan. Suv tegirmoni, chig'ir va charxpalak kabi suv inshootlari kashf etilgan. Oqar suv sathidan bir muncha balandlikda joylashgan maydonlarga suv chiqarib obod etilgan. Ekin maydonlarini sug'orish va ishlov berishning takomillashuvi tufayli aholi dehqonchilikdan mol hosil olgan. Shaharlarda aholining ko'payib borishi, hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoning rivoj topishi bilan qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj ortib borgan. Natijada mamlakatning iqtisodiy hayotida xomashyo yetkazuvchi qishloqlarning nufuzi ko'tarildi. Bir tomondan yerga, ziroatkor maydonlarga bo'lgan munosabat, ularga egalik qilish shakli asta-sekin o'zgara boshlagan. Ikkinchi tomondan esa o'troq ziroatkor aholi bilan chorvador qabilalar o'rtasidagi aloqalar rivojlandi. Mamlakatning dasht va tog' oldi mintaqalarida yashovchi ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholining o'troq hayot tarziga o'tishi kuchaygan. Oqibatda dehqonchilik uchun yaroqli sug'oriladigan yerlarga bo'lgan ehtiyoj tobora oshib borgan. Buning natijasida qo'riq va bo'z yerlarga suv chiqarilib, katta ekin maydonlari barpo etilgan. Bunday obodonchilik ishlarini amalga oshirishda mamlakat ijtimoiy hayotida kattagina nufuzga ega bo'lgan mulkdor tabaqa vakillari, qishloq oqsoqollari hamda qabila boshliqlari ishboshi sifatida faol qatnashadilar. Yangi o'zlashtirilgan yer maydonlarining ma'lum bir ulushi ularning qo'liga o'tib, meros mulkiga aylangan. Shu tariqa kattagina yer egaligiga asoslangan mulkdorlar tabaqasi shakllangan. Qabila boshliqlari, ishboshlar o'zlariga tegishli yer maydonlarini sug'orish tarmoqlarining yuqori qismidan, ayniqsa to'g'on boshi atrofidan ajratib olganlar. Bu yo'l bilan ular suvdan dehqonchilikda bemalol foydalanish, suv taqsimotini nazoratga olib, qishloq aholisi ustidan o'z ta'sirini o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Shu tariqa ular ziroatkor aholi ustidan hukmronlik qila boshlaganlar. O'sha davrlarda ular dehqonlar deb atalgan. Dehqonlar shaharlarda hashamatli qasr va saroylarga, savdo va hunarmandchilik do'kon va rastalardan iborat kattagina xo'jalikka ham ega bo'lganlar. Qishloqlarda esa ekinzor paykallardan tashqari ularning ko'shk va istehkomli qo'rg'onlari, tegirmonlari bo'lgan. Ko'pdan ko'p xizmatkorlar dehqonlarning xo'jaligida qishin-yozin mehnat qilganlar. Har bir katta yer egasining maxsus askarlar guruhi chokarlari bo'lgan. Chokarlar baquvvat va abjir hamda o'z xo'jasiga sadoqatli o'spirinlardan tanlab olingan. Bunday sodiq va jangovar chokarlari bilan dehqonlar yov hujumi paytlarida dushmanga qarshi harbiy yurishlarda qatnashgan. Boshqa vaqtlarda ular dehqon xo'jaligidagi tartibga qarab turganlar. Qishloqlarda dehqonlarning mavqei ortib, katta yerlarga ega bo'lib oldilar. Bu esa o'z navbatida mamlakatning ijtimoiy hayotiga ta'sir o'tkazdi. Yer egaligining tarkib topishi oqibatida mamlakatning ijtimoiy hayotida keskin o'zgarishlar sodir bo'ldi. 5-asrning o'rtalariga kelib, garchi ekin yerlarning ma'lum bir qismi mulkdor dehqonlar qo'l ostidagi mulklardan iborat bo'lsa ham, ammo ziroatkor vohalardagi sug'oriladigan yerlarning asosiy qismi hali ham qishloq jamoalarining qaramog'ida edi. Qishloq jamoalari yerli mulkdor dehqon va unga qaram bo'lgan yersiz va erksiz kadivarlarga ajralib borgan. Qishloq jamoalar yerlarda yashab yer va suvdan iborat umumiy mulkka ega bo'lgan erkin ziroatchilar tabaqasi kashovarzlar deb atalardi. Keyinchalik ularning ma'lum bir qismi yerlardan mahrum bo'lib, bora-bora kadivarlarga aylanib borganlar. Ayrim dehqonlar esa o'z viloyatlarida hatto mustaqil hokim bo'lib olganlar. Shu tariqa Turon hududida ham katta yer egaligi vujudga keldi. Dastlabki davrda qishloq aholi punktlari ustun mavqega ega bo'lgan bo'lsa-da, o'rta asrlarning dastlabki bosqichlarida feodal shaharlar rivojlanib, jamiyat taraqqiyotining muhim o'choqlari hisoblanadi.